Uyimizning remontini zo'r qilib qo'yishdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu zal qismimiz bo'lyapti. Yunusobod 9-kvartaldan 2 xona 3 xona qilingan uyimizga chiqyapti. Bankskiy domdan 5 etajga domdan 4-etajdan. Yaqinda o'sha yerda 1-etaj qo'yganimizni bir hafta sotilib ketdi. Xo'p. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Mana bu yerda o'zini mebellarni qilib ketishgan. 2 xona 3 xona qilingan. Bu yog'imizda detskiy xona qilib qo'yishgan. Mana. Bu yog'imizda spalniy xonasi bo'lyapti. Spalniysi ham katta, keng, oynalari bor o'zini. Uyimizdan 71,5 kvadrat. Bu yog'imiz zal qismimizda bo'lyapti. Zallari ham katta, keng, chiroyli qilib qo'yishdi. Remontlariga o'zingizlar baho beraverasizlar. Yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Bu yog'imizda tualet mana. Tualet vannasi razdelniy. Mana bu yog'imizda vannasi ham katta, keng ekan mana. Attachmentlar qilingan ekan mana. Bu yog'imizda oshxona qismi bo'lyapti. Mana oshxonasini ko'rsanglar bo'ladi. Mebellari kerakli, hamma narsa qo'yib ketilgan. Mana bu zo'r yechim qilib qo'yishibdi. Bu yoqda ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yishibdi mana. Bemalol mebellarni qo'yib, bu yoq zalga ham xalaqit demaydi. Bu yoqga bitta parda qo'yib yuborsa. Hop, bu uyimiz narxini 87 ming so'rashyapti. Yana ozgina o't beriladigan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsanglar bo'ladi. Silka profilimizda bor.